Hurmatli haydovchi, hamma hujjatlaringiz joyida. Sizga oq yo'l. Rahmat opa. Juda ham ajoyib, yaxshi komandir opa ekansiz. Xursandman. Rahmat. Haliga. Keyin opa. Ana hozir baribir edi kelyatgandim. Oldimdan qora mushuk meni o'tib ketib qoldi-da. Yo'limni kesib, qaytsammi orqaga? Agar oldingizdan qora pishak chiqqan bo'lsa, xavotir olmang. Uning yo'lning narigi betida ishi bor. Agar oldingizdan oq pishak chiqqan bo'lsa, u qora pishakda ishi bor. Opa, agar qora mushuk bilan oq mushuk birga o'tib ketib qolsa nima bo'ladi? Nima bo'lardi? Ishini bajarib qaytayotgan bo'ladi. Ey uka, menga qarang. Irim-sirimga ishonib yuraversangiz, ular o'zlaridan o'zlari ko'payib ketishadi. Tekshda sizga oq yo'l. Rahmat. Endi komandir opa, juda ham yaxshi komandir opa ekansiz. Keyin shu qo'lingiz quruq bo'lmasa keling mana shu. Nima qilyapsiz? Men pora oladigan o'xshaymanmi? Ya endi bu agar chinakasim hozir dokumentlaringizni tekshirsam borib-ku, xotangiz topamanda jarima yozaman. Yo'q, unaqa qilmang. Yo'q, bu keting. Hop. Alamlar, menga qiladi alamlar. Men senga artistmidim, sen menga pul qistirding. Ha, yana turibsanmi eshigim tagida? Nima kerak senga? Ey go'zal parivash, ey militsiya qiz. Mening gavharimdan a'lodirginam. Mening oppog'oyim, oppog'imsan sen. Qorachadan kelgan kamandirginam. Balki xushveldirsan, yomondirsan yo, qaysidir bo'limga kamandirsan yo. Yuragim senga chis berar har safar. Balki sezmagansan, sezgandirsan yo. Menga qara. Men ko'p jahlim chiqarma. Hozir qo'lingga kishan taqamanda opar tiqib qo'yaman. Sohiba o'zi aslida birinchisi bilan ikkinchisini orasida dam olish kerak. Lekin men dam olmayman. Yana keldi eshit. Ey militsiyaginam, jonim militsiyaginam. Shartta yo'llaringni tutgim keladi. Sening kishaningga tutmoq uchun qo'l, hatto qonunlarni buzgim keladi. Ana shu kartoshka burning ostida og'zingga tushib qo'ysang bo'lmaydimi, kamshik? Meni ko'p jahlim chiqarma. O'tgan safargidek bir deyman, "Voy Sohiba, boshqa joy yo'qmidi?" deb tizallab qolasan. Sohiba, menga tega qol, seni boshimda ko'tarib yuraman. Tirjig'alay kamshik, oldin tish qo'ydirib ol. Nimanga nozlanasan? Yoshing bir joyda bo'lib qolgan. Между прочим, men qiz bolaman. Между прочим, любой qiz bola 30 yoshdan oshgandan keyin avtomatik ayolga aylanadi. Tushundingmi? Ketdi. Baribir sen meniki bo'lasan. Tushundingmi? Nima uchun landavursan? Nahotki haligi sohibadagi landavur. Keyin aqlli, shunaqa qizni ko'ndira olmasang. Ko'ndir. To'g'a. Pashti ko'ndi, lekin tish qo'ydir deyapti-da. Tish qo'ydir